Loyihachilar uchun yana bir qulaylik yaratildi. Endilikda loyiha smeta hujjatlarini topshirish qabul qilish dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlanganidan so'ng, loyihachining tenderda ishtirok etishi bilan bog'liq muddat cheklovi darhol olib tashlanadi. Dalolatnoma shaffofxarid.uz saytida elektron shakllantiriladi. Buning uchun loyihachi shaxsiy kabinetiga kirib, obyekt holati bo'limini tanlaydi va kerakli lot qatoridan dalolatnoma yaratish tugmasini bosadi. Shundan so'ng, loyihachi buyurtmachiga taqdim etgan hujjatlarni ro'yxatdan tanlab, ularni qaysi shaklda va nechta nusxada topshirganini ko'rsatadi. Agar buyurtmachiga bir nechta hujjat taqdim etilgan bo'lsa, yangi qo'shish tugmasi orqali ular ham kiritiladi. Kerakli hujjat ro'yxatda mavjud bo'lmasa, qo'shish tugmasi orqali ro'yxatda aks ettiriladi. Barchasi to'g'ri bo'lsa, dalolatnoma buyurtmachiga yuboriladi. Buyurtmachi shaffofxarid.uz saytidagi shaxsiy kabinetiga kirib, dalolatnoma ekspertiza bo'limi orqali ushbu hujjatni tekshirishi, to'g'ri bo'lsa tasdiqlashi yoki sababini ko'rsatgan holda rad etishi mumkin. Loyihachi dalolatnoma tasdiqlangan yoki rad etilganini shaxsiy kabineti orqali kuzatib boradi. Rad etilsa, dalolatnomani qayta yaratish tugmasi bosilib, kamchiliklar tuzatiladi va yuboriladi. Hujjat tasdiqlangach, loyihachining tenderlarda ishtirok etishi bilan bog'liq muddat cheklovi avtomatik ravishda olib tashlanadi.